Mana shu katta yo'ldan shunday kirib kelib, chapga burilganlarda mana shu uyimizni sotuvdi. Sotilayotgan yerimiz shunday Yangi O'zbekiston bog'i Tabraskadan 1 kilometr o'tganda joylashgan. Mana shu darvozadan boshlab mana bu yog'i sotiladi. Mana shu garajlari, bu yoqda yana ikkita, uchta xonalari ham bor ekan. Kirib yashashga tayyor, o'rta holatda. Yarimda sotilayotgan bo'lsa ham 20 metr fasllari bor ekan. Shu uzunasiga kirib ketgan, chiqib ketgan joylari yo'q. Uyga kirib kelganimizda mana shu joydan polni uzunasiga bo'lib sotiladi, bu yog'i sotiladi. Bu yoqda garajlari, oshxona, bu yoqda yana 3 xona, banya, shunaqa xonalari ham bor ekan. Mana pastgacha joylashgan. Uylari ham bor, bemalol kelib yashasanglar bo'ladi. Tomonlarga keladigan bo'lsak, mana shu stolbadan o'rtadan bo'lib beriladi. Mana shu ko'rib turgan darvozalar o'rtadan bo'lib sotiladi. Mana bunaqasi uzunasiga. Ko'rib turibsizlar, bu kichkina joy emas, yo taqalib kirib ketgan, chiqib ketgan joylari yo'q. Tekis to'rtburchak holatda turibdi. Bu joyimizni sotiga 8 sot yoki 8 sotidan sal yana ko'proq joylari bor ekan. Tepasida bemalol gaplashsanglar bo'ladi. Joyimizning egalari sotiga $18,000 dan so'rashayotgan, tepasiga bemalol baraka qilsanglar bo'ladi, o'tib beriladigan joylari bor.